Ладно, видео вспомнить. Assalomu alaykum, hurmatli dehqon fermer akalar. 1300 metrga 30 metr podiumga 28 kilovat nasos bilan suv chiqarishini bilarmidingiz? Albatta bu videoni siz to'g'ri ko'ryapsiz do'stlar. Bittadan like, kommentariya, kanalimizga mehmonlar bo'lsa, podpiska tugmasini bosib qo'yishlaringizni so'raymiz. Yaxshi videolarimizni, ekonom nasoslarimizni birinchilardan bo'lib ko'rishingiz mumkin. Hurmatli do'stlar, bu joyda 30 kilovat nasosimiz turibdi. Loyqa suvga ishlaydimi deganlarga ko'p savol berishadi. Xudo xolasa loyqa suvga qo'yamiz. Doimiy loyqa oqadi. Loyqa suvga qo'yganmiz. Kirchatkalar o'zimizda mavjud. Muammosi yo'q. Bir sezonga xotirjam kirchatkasi yarab beradi do'stlar. Turbamiz 110 lik. 110 lik 1 stenka qalinlikdagi turbamizning narxi 49 ming 50 ming so'm bo'lyapti. Bu joyga nasos, elektroshit, planis, adapter, atvod, matvod, elektroshit, kabel, mobil bir 15 kabellari bilan 1300 metrga tortib berishimiz 37 million so'mga tushdi. Xizmati, nasosi, elektroshit, mayda-chuydalari bilan. Mana ko'rsatamiz. Hozirda mana 64 amperda ishlayapti. Toklarimiz 213, 211, 212. Tokam zo'r. 180 metrdan 50 lik sip kabelda olib kelganmiz. 180 650 lik transformator bor shu joyda turibdi. Hammasi juda chiroyli bo'lib berilgan do'stlar. Albatta kimgadir shunday xizmatlar kerak bo'lsa, opsiyada nomer qoldiramiz, telefon qilishlaring mumkin. Va ko'rishlaring mumkin. Video davomini ko'rsalaring, suv chiqqanlarni, bog'larni ham ko'rsatib o'tganmiz do'stlar. Hammaga rahmat. Kimgadir shunday xizmat kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Hammaga rahmat. Mana xudo xolasa hamma joy suv bo'lib ketdi. Suv chiqqandan keyin hamma xursand. Juda nasoslar amperlarni ham ko'rsatamiz. Juda chiroyli holatda ishlayapti nasosimiz. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Rapori ham normal. Podiumi ham juda yuqori, 30 metr. Kontor, mana shu bog' xudo xolasa juda chiroyli bo'lib bog'larimiz ko'kar, mana gullashga kelgan. Juda vaqtida chiqarildi, chunki gulida ham suv qo'yish kerak deyshadi. Mana gullab, shoftonlarimiz